Hoji buvi endi kelgandan sonra hajdan hanuzam kelinlari va qizlari yaxshi qiymatbaho kola vaqtiga edlagan olsa, yo marosimhoy xushsiga olsa, hoji buvi ham oyog'ini band qilsa-ki, sohib shu qiymatbaho koladan menga ham olib beringlar. Bas bu aloqa ba dunyo bo'ldiki. Va ayni shaklga vaqtiki qizlari bilan nazar va zarurat iqtisodlariga qarab zevorot olgiday bo'lsa, hoji buvi ham tepaylab ikki havlini ham vaziyatini xarob qilsa-ki, valo menga ham cho'ri olib bermasang bo'lmaydi. Hoji buvi ki onamniki sesimda ishlasan, nishoni qabuliyat hajji shudiki, endi siz zikr azkoringiz bilan mashruf bo'ling. Hoji buvi ki hajdan keldi, e'lon bo'ldiki, vali viloyat faloni mantiqiy ki dalbaykda dashtida bir dasht biyobon millatga zamin tavzu qiladi. Hojini o'g'illari ham boribdi, hoji buvini o'zi ham qo'liga asosi to'qillatib boribdi. Aytdi, vali aytdiki, bor janob hoji buvi, bu zamin o'shanday qilib beriladiki, har kishi chofadi bir zaminda bir nuqtasidan qayerga ikki nafasi qo'yib qolsa, ana shu joy o'shaniki o'ziniki bo'ladi. Aytdi, sohib joyidan turolmayotgan 6 yillab 7 yillab namozni joyiga o'ltirib o'qiyotgan hoji buvi aytdi, sohib men ham chopalayman dedi. Vaqtiki chofdi bir mantiqaga borib yiqildi. Yiqilgandan sonra ham asosini shunday ilgariga uzatadiki, sohib shohid bo'linglar, meni mana shu yergacha meni nafasim keldi. Ya'ni 1 metr ilo 2 metrda o'ziga nima biladi? G'animat biladi. Bir misol shakliga aytaman. Avlodlar zahmat bilan, talosh bilan sizda hajga yebaribdi. Ba'zi marosima hajdan kelgandan sonra bu farzandginalarda, bu nebaralarda haqqinasiga duo qilib, tahajjud namozlaringizni o'qib, farzandlaringizni dindorlikka, kelinlaringizni ixtilofi bo'lsa, sulh safoga o'zingizni qizingizdek qilib zindalik qildirdingiz. Bilingki nishonai nimangizda? Qabuliyat hajjingizda. Al-ayozu billah. Ba'das kelgandan sonra osta-osta hamsoya va hamsoyani o'rtasiga janjolni shuru qilsa, kelinni kelin bilan hamlaga taylasa, qizlarda hammasini jirkisa, avlodlarni valo men oq qildim, ko'k qildim, hajjimga seni topshiraman dedi. Bilingki, buni hajji nima bo'lgani yo'q. Qabul bo'lgani yo'q. Hojini, hajjini qabul bo'lgan nishonasi shudiki, ayyarji'a zohidan fid dunya rag'iban fil oxirah. Dunyodan taqvo qilib endi o'zini hasrasin, asli tavajjuh va tamarkuz va hamisha fikri qayerga bo'lsin? Oxiratga bo'lsin dedilar.